Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi darsimizda sizlar bilan Irbis 64 kutubxona axborot tizimini kompyuterga o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun avval Irbis 64 tizimini yuklab olishimiz kerak. Google Chrome yoki boshqa bir brauzer ochib, uni qidirish maydoniga Irbis 64 yozamiz. Hamda Enter tugmasini bosamiz. Mana bizga demak Google Irbis 64 tizimi bor saytlarni ro'yxatini chiqaryapti. Biz eng yuqorisida o'sha tizimni yaratganlarni sayti bor. Ebnet SSS'ning sayti bor. Demak shunga kiramiz. Mana bu yerda xo'p Irbis tizimini bir qancha tahririyatlarni ko'rsatib qo'yibdi. Irbis 64 tahririyati bor, Irbis 64 plus tahririyati bor, Irbis 64 128 tahririyati bor. Ularni bir-biridan farqi Irbis 64 plusida elektron kutubxona ham mavjud. Irbis 128 da bu ko'p platformalarda. Mana bu ikkitasi Windows platformasi esa Irbis 128 Windows platformasi ham ishlaydi, operatsion tizim platformasi ham, Unix platformasi ham ishlaydi, Mac OS platformasi ham ishlaydi. Bundan tashqari bu tahririyatida korporativ kutubxonalar texnologiyasi ham qo'llab-quvvatlaydi. Bu yerda 3 darajali arxitekturadan foydalangan, ya'ni taqsimlangan ma'lumotlar bazasi, server ilova hamda mijoz deb nomlanuvchi 3 darajali arxitekturadan foydalanilgan. Demak, biz Irbis 64 ni kompyuterimizga yuklab o'rganishimiz uchun uni demo versiyasiga kiramiz. Mana demo versiya sub Irbis 64 yozuvimizga bossak, bizda demak buni yuklab olish uchun xo'p, buyruqlar qatori paydo bo'ladi. Mana bu yerdan demak bilishimiz kerak, login ham bir, parol ham bir ekan. Demak, shu demo versiya Irbis 64 yozib ustiga bosamiz. Bossak, buni yuklab olish uchun demak saqlab qo'y deb deyapti. Buni saqlanib tugmasini bosamiz. Saqlanib tugmasini bosganimizdan keyin yuklash bu yerda nima qilinadi? Boshlanadi. Mana yuklash jarayoni davom etyapti. Endi men sizlarni vaqtingizni olmaslik uchun demak yuklash jarayoni oxirigacha nima qilmayman. Sabab men oldingi naman yuklab olganman buni. Shuning uchun buni to'xtatib sizlarga yuklangan holini ko'rsataman. Demak bu yerdan chiqib ketaman. Yuklash ko'rib oldinglar. Bu yerdan chiqaman. Chiqib turib demak men yuklangan joyga o'taman. Mana bu yerda загрузкада menda mana Irbis 64 demo versiyasi turibdi. Bu oldindan yuklab olganman. Shu papkani ichiga kiraman. Kirib mana bu yerda setup 64 degani bor, shuni ishga tushiraman. Men sizlarga shu narsani aytib qo'yishim kerakki, yuklaganinglarda arxiv ko'rinishda bo'ladi mana. Arxiv ko'rinishi. Buni sizlar arxivdan ochib olishinglar kerak. Uning uchun nima qilinadi? Shuni o'ng tomoni sochar o'ng tugmasiga bossangiz, WinRAR orqali mana Activate WinRAR deb bitta izlash tugmasini bosib ochib olishinglar kerak bo'ladi. Shuni yodda tutinglar. Demak, mana menda ochilgan, shunday qilib ochilgan oldindan mana shu demo versiyasini kiraman. Bu yerdan setup 64 degan ishga tushiraman. Setup emas, setup emas, setup. 2 marta bosaman. Hop, bunda o'sha Irbis 64 ni o'rnatadigan bosh menu paydo bo'ladi. Bu yerdan ko'rib turibmizki, Irbis 64 tizimini o'rnatish 2 bosqichdan iborat bo'ladi. Birinchi bosqichda server qismini o'rnatib olamiz. Ikkinchi bosqichda mijoz qismini o'rnatamiz. Web Schlüss bu internet orqali ishlaydigan qismi, elektron kutubxona qismi web demo versiyasida mavjud emas, ishlamaydi bu. Bu
sotib oladigan versiyasida bor, haqiqiy versiyasida bor. Demak, server qismini ishga tushirish uchun server IBIS 64++ga bosaman. Hop, demak, mana bunday muloqot oynasi paydo bo'ladi. Bu yerdan agar S diskda qoldiradigan bo'lsam, ustanavlik tugmasini bosaman. Yo'q, boshqa diskda bosib o'rnatish kerak bo'ladigan bo'lsa, demak, mana bu yerdan boshqa diskni tanlayman. Men demak, S disk o'rnatishim uchun bu yerni tanlasa, o'tkazib tugmasini bosaman, S disk bo'lib turibdi. Endi ustanavlik tugmasini bosamiz. Odatda bitta kompyuterga o'rnatilganda S diskga hop server qismi o'rnatiladi. Nimaga? D diskga mijoz qismi o'rnatiladi. Mana bu yerda bizga xabar chiqdi, mana axborotnoma chiqdi. Bu yerda o'sha servis IBIS 64 serveri muvaffaqiyatli qayd etildi deyapti. Hop, OK bosganimizdan keyin nima qilindi? Uстановка o'rnatish muvaffaqiyatli tugallandi. Ishchi stolda TCP/IP server 64 degan papka yaratildi degan ma'lumot chiqyapti. Biz OK bosib beramiz. Endi ikkinchi bosqichda mijoz qismini o'rnatishdan avval biz rabochiy stolga o'tib, server qismini ishga tushirib qo'yishimiz kerak. Mana server qismini ishga tushiramiz. Bosamiz, papkani ichiga kiramiz. Mana TCP/IP server degan. Shuni ishga tushiramiz. Mana bu ishga tushirganimizda bizda mana bu yerda adres chiqadi. Mana. Hop, internetga ulanmagan kompyuterlarda bu 127.0.0.1 bo'lib chiqadi. İnternetga ulansangiz, o'sha internetga ulangan IP adresi chiqadi. Hop, demak, shu IP adresni biz hozir eslab qolishimiz kerak. Demak, 10.10.10.101 ekan. Hozir bundan foydalanamiz. Bosamiz, buni bosaman. Demak, bosh menyuga qaytaman. Hop, mijoz qismini o'rnatish uchun client IBIS 64+ bosaman. Bosganimda mana bu yerda IP adres serverda IP adresini so'rayapti. Shu yerga demak 10 3.10.101 edi, to'g'rimi? 101. Hop, endi RM chitatel deb yozilgan, ya'ni kitobxonalarda avtomatlashtirilgan ish o'rni odatda kitobxon ishlaydigan kompyuterga o'rnatilardi. Lekin biz uni o'rganish uchun buni ham qo'shib o'rnatib olamiz o'zimiz kompyuterimizga. Chunki buni o'zimiz o'rganib, keyin ularga o'rgatamiz. Demak, ustanavlik byuroni bosamiz, keyin tezda o'rnatiladi. Da deyapti. Bor bunaqa, faqat to'g'ri aytdim. Bitta narsani to'g'ri tushundim. Mana bu yerda S da turibdi. Men mijoz qismini D ga o'rnatish kerak. Ikkalasi bir joyda o'rnatsangiz bo'lmaydi. Buni ustiga bu yozilib ketadi-da, server ishlamay qoladi keyin. Vibratni bosamiz, shu yodinglarda tursin. Men yodimdan chiqishga oz qoldi. Demak, ustanavlik tugmasini bosib beramiz. Tak, mana bu yerdan demak bana o'rnatildi degan xabar chiqyapti. Bu o'rnatilib bo'libdi. Demak, chiqish tugmasini bosamiz. Hop, mana o'rnatilgan tekshirish uchun demak o'sha sistema IBIS 64 papkasiga kiramiz. Ixtiyoriy bittasini kitob berish avtomatlashtirish ish o'rnini bosaylik. Bo'lmasa, klinik meditsiyani mana login ham beradi bizda, parol ham beradi. Bosamiz, demak tizimga kiradi. Mana demak, hop, IBIS 64 kutubxona axborot tizimimiz kompyuterimizga muvaffaqiyatli o'rnatildi. E'tiboringlar uchun rahmat.